Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan terminal buyruqlarini o'rganishda davom etamiz. Dastavval terminalga o'tib olamiz. Bugun o'rganadigan buyrug'imiz read buyrug'i. Bu read buyrug'i bash shellda foydalanuvchidan yoki standart inputdan ma'lumotni o'qish uchun ishlatiladi. Buni keling oddiyroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni u nima qiladi? Read nima qiladi degan savolga. Read bitta qatordan line ham deb ataymiz. Inputni o'qiydi va uni o'zgaruvchilarga joylaydi yoki tayinlaydi deb aytish mumkin. Keling oddiy misolda tushuntiramiz. Read name va bizda qiymat kiritishimizni kutib turibdi. Name degan o'zgaruvchiga aytaylik qiymat kiritamiz. Zafar. Enterni bossak bo'ldi. Keyingi ya'ni bitta faqat bir qatorni oladi. Endi o'sha o'zgaruvchini ko'rishligimiz mumkin. Buning uchun echo buyruqdan foydalanamiz va name o'zgaruvchisini ko'rishligimiz mumkin va mana Zafar deb chiqdi. Bu birinchi holat, foydalanishning birinchi holati, shunchaki hech qanaqangi optionlar bermasdan birdaniga o'zgaruvchi nomiga tayinlash edi. Bundan tashqari bir nechta o'zgaruvchi bilan ham berishligimiz mumkin. Readni masalan name yoki age deb va unda ikkita o'zgaruvchini kiritishligimiz kerak. Aytaylik Zafar yoshiga 30 deylik. Shunda echo orqali o'zgaruvchini ko'rishligimiz mumkin. Name age mana Zafar 30 chiqib keldi. Bu shunchaki Python dasturlashtirilidagi inputday foydalanuvchidan qiymatni qabul qilib oladi. Ya'ni buni keyingi tomoni u stringda qabul qilardi Pythonda. Bunda esa asosan birdaniga bu ham stringda qabul qiladi, lekin uni farqli tomoni bu birdaniga o'zgaruvchi sifatida uni qabul qiladi. Aynan read bu o'zgaruvchilarni qabul qilish uchun foydalaniladi. Endi mana shu holatda bir necha o'zgaruvchini e'lon qilishda bir mantig'i bor. Aytish mumkinki, agar so'zlar ko'p bo'lsa nima bo'ladi? Masalan biz bitta o'zgaruvchini, ikkita o'zgaruvchi dedik, lekin bo'sh joy bilan, ya'ni space bilan ajratilgan 3 ta narsa e'lon qildik. Bunda asosan shunaqa holat bo'lishligi kerakki, o'zgaruvchini bir-biriga mos kelgani mos keladi va mos kelmay ortiqcha qolgani oxirgi o'zgaruvchiga tayinlanishi kerak. Mana sinab ko'ramiz. Read name age va name Zafar dedik. Age 30 dedik. Lekin nimadir yozaylik. Hello. Endi nima bo'ladi? Buni echo orqali ekranga chiqaradigan bo'lsak, aytaylik dastavval name ni chiqaraylik. Name o'ziga mos Zafarni qabul qildi. Keling endi age ni chiqarib ko'ramiz. Nima bo'ladi? Bu yerdagi juda muhim xususiyat, ya'ni 30 helloni
h ga qabul qildi string sifatida, ya'ni o'zgarish sifatida. Tushunarli bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi name ni oladi Zafar, keyin h ga qolgan hammasini bitta h ga joylashtirib yuboradi. Ya'ni oxirgi o'zgaruvchiga hammasini joylashtirib yuboradi. Shuning uchun bunda imkon qadar ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu ikkinchi xulosa edi read buyrug'i bo'yicha. Bundan tashqari prompt -p prompt degan parametri bor. Read -p va biz bu yerga prompt yozishimiz kerak. Bu yerda prompt nima? Shunchaki foydalanuvchi biz boya name deb yozgan vaqtimizda bizni shunchaki kutib turgan edi. Lekin real dasturlarda masalan name deb yozadigan bo'lsak, bizni shunchaki kutib turibdi. Hech narsa yozmayapti. Agar uni skriptdan ishga tushiriladigan bo'lsa, bizdan tashqari boshqa foydalanuvchilar foydalanadigan bo'lsa dasturimizdan, ular nima kiritishligini bilmaydi. Chunki dasturni biz yozganmiz, ularni kiritishni bilmaydi. Va ularga o'qiydigan biron bir so'z qoldirishligimiz kerak, ya'ni ismingizni kiriting yoki yoshingizni kiriting va hokazo, yoki parolni kiriting deb shu kabi holatlar uchun bu -p option ishlatiladi. Hozir bu yerga Zafarga kiritdim deylik. Clear tozalaymiz. Keling, endi read ni qaytadan ishga tushiramiz va endi unga -p deb prompt beramiz. Promptimiz bo'lsin name desindagan ikki nuqta bilan kutib tursin va name o'zgaruvchisiga o'shani tayinlaymiz. Mana name da keldi. Aytaylik, boshqa biron bir ism kiritaylik. Masalan, Bekzod degan ism kiritaylik name ga. Okey, mana ketdi. Ana endi echo orqali biz o'sha o'zgaruvchini ko'rishligimiz mumkin. Name mana Bekzod chiqib keldi. Bu -p parametrdan qachon foydalaniladi? Foydalanish holatini eslatib o'taman. Masalan, biron bir dasturimiz foydalanuvchidan, userdan name yoki email yoki parol kabi holatlar so'rayotganda o'sha holatlar uchun asosan ishlatiladi. -p prompt o'rgandik. Keyingi parametrga o'tishimiz mumkin. Keyingi parametr bu boolean parametr -s. Ya'ni bu -s bo'lishligi nimani ta'minlaydi? Biz boyagi o'zgaruvchini kiritayotganimizda ekranda ko'rinmaydi. Bu asosan parol so'rayotganda muhim hisoblanadi. Masalan, hozir -s ni o'rnatib, -p ni ham o'rnatib, -p ga parol deylikda. Undan keyin parol o'zgaruvchisini so'raylik. Mana parol o'zgaruvchisini so'rayapti. Men parolni kiritaman va hech narsa ko'rinmayapti. Enterni bosaman va o'zgaruvchini qabul qildi. Endi sizlarga o'shani ko'rsatishim mumkin. Echo orqali parolni ko'rsatadigan bo'lsam, men parolni hello deb tergan edim. Mana hello chiqib keldi. Bu nima uchun sodir bo'ldi? Chunki -s ishlayapti bu yerda, -s option ishlayapti. Bu juda kuchli vosita -s option, chunki shunaqa holatlar bo'ladi. Biz terminal ishlagan vaqtimizda boshqalar ekranni tomosha qilayotgan bo'lishligi mumkin. Ular ko'rmaslik kerak bo'ladi parolni. O'sha holatlar uchun mana shu optiondan foydalanishingiz mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari mana bunaqangi read -a parametri bor va u array qabul qiladi.
Bu juftlik ya'ni read deymiz va o'qigan o'zgaruvchilarini massivga joylashtiradi yoki arrayga joylashtiradi. Ya'ni bitta o'zgaruvchi emas, bir nechta o'zgaruvchilarni joylashtirmoqchi bo'lsak, biron bir massivga, o'shani holatda bu ishlatiladi. Kelinglar, misolda ko'rsatib o'taman. -a mevalar deb o'zgaruvchi yarataylikda. Va endi mevalarni kiritsak bo'ladi. Aytaylik, olma, nok, behi, shaftoli, hokazo. Endi kelganda biz qiymatni kiritganimizdan keyin echo buyrug'i orqali biz uni ko'rishligimiz mumkin. Aytaylik, mevalar o'zgaruvchisidan nollinchisini ko'raylik. Buni nima sifatida oldi? Buni echo string sifatida olib ketdi. Buni string sifatida olmasin, shunchaki mevalar nollinchisini olaylik. Nimani yopishdi, esdan chiqardim. Yana string sifatida olyapti. Bu yerdagi muammolar clear. Ya'ni mana birinchisini oldik, olma deb oldik. Ikkinchisini oladigan bo'lsak, xuddi shu buyruq beramiz. Faqat ikkinchi elementini tekshiradigan bo'lsak, nok, uchinchi elementini tekshiradigan bo'lsak, indeks orqali behi, to'rtinchi elementini tekshiradigan bo'lsak, shaftoli va hokazo. Demak, bunda massiv o'zgaruvchisiga olinar ekan. Bundan tashqari shunaqa holat bor. Read -n parametri bor. Aytaylik, harf o'zgaruvchisiga oladigan bo'lsa, bu yerdagi -n shuncha belgini qabul qiladi. Aytaylik, bitta belgi qabul qilsin harf o'zgaruvchisiga. Chunki harflar asosan bitta belgi bo'ladi. Ikkita belgi ham bo'lishi mumkin. Masalan, o'zbek alifbosida ikkita harf, bitta tovush. Chunki bunday harf deyapmiz-ku. To'g'ri, harflar. Shundagiga, demak, aytaylik, hello desam, o'sha qaranglar. Hello deb yozmoqchi bo'layotganda xini olib qoldi-da, hello keyingi buyruq satriga o'tib ketdi. Ya'ni birinchi kiritilgan qiymatni oladidan pastga tushirib yuboradi. Bu nima uchun kerak? Ko'proq kimdir e'tibor bergan bo'lsa, Linux operatsion sistemasiga biz dasturlarimizni o'rnatayotgan vaqtimizda yoki H yoki N, ya'ni yes yo no ni birinchi harfini bosing degan yozuv chiqadi. Yes ni yana bosgan vaqtimizda o'zi yana ram bo'lib ketaveradi. Mana shu holatlar uchun mana shu buyruq ishlatilishligi mumkin bemalol. Ya'ni aytaylik, foydalanuvchidan kirish kutib qoladi. Agar o'sha o'zgaruvchi
yes bo'ladigan bo'lsa, if orqali, shart orqali boshqa yo'ldan, agar no bo'ladigan bo'lsa, o'sha if orqali boshqa yo'ldan yuradi, ikki tarmoq orqali. Shu holat uchun kuzatiladi. Masalan, biz xuddi shunday qilib yozishimiz mumkin. -n bitta qiymat qabul qilsin. Aytaylik, mulohaza deylik. Mulohaza. Mana shu mulohazaga qarab ish yuritamiz desak, yoki shunchaki shart desa ham bo'ladi. Yoki shunchaki sh harfini, mana shart deylik, mana shu shartga ko'ra. Aytaylik, yesni bosamiz, ishlab ketdi. Agar bunga prompt ham qo'shishimiz mumkin, xohlasak. Prompt qo'shmoqchi bo'lsak, -p parametri bilan agar Python ne aytaylik, masalan, o'chirmoqchi sangiz yesni bosing deylik. Yeni bosing. Aks holda n bosing. Agar Python o'chirmoqchi bo'lsangiz, yeni bosing, aks holda n bosing deyapti. Shunchaki yesni bosamiz, o'zi keyingi qatorga o'tib ketadi. Bu o'sha holatda foydalanish uchun ishlab chiqilgan option ekan. Bundan tashqari readda -t, ya'ni limit, bu -t timeout degani yozib qo'yish mumkin. Timeout limit deylik. Ya'ni bu yerda -tga bilan bir son kiritamiz. Sekundlarda, masalan 5 sekund kiritaylik. Javob kutadi. Foydalanuvchilar masalan javobdagi o'zgarishni kutadi. 5 sekund kutib turadi. 5 sekundda foydalanuvchi kiritmasa, o'z-o'zidan bekor bo'ladi buyruq. Mana ko'rib turibsizlar, mana men hech narsa kiritmadim. Buyruq bekor bo'ldi. Ya'ni bu juda ko'p kutib qolishni oldini olish uchun foydalaniladi. Shuncha vaqt ichida foydalanuvchidan javob kutadi, javob kutilmadi, keyingisiga o'tib ketaveradi. Buni interaktiv savol-javoblar uchun umuman juda ko'p holatlarda foydalanishlik mumkin. Bizda shunaqa xususiyat paydo bo'lishlik kerakki, biz mana shu buyruq orqali shunaqa qila olishligimizni bilishligimiz kerak va kerakli muammo yuzaga kelganda bundan foydalana olar ekanmiz deb foydalanishligimiz kerak hisoblanadi. Bundan tashqari readda -d degan parametr bor. Delimiter deyiladi. O'zi default delimiter enter, ya'ni enterda bosgandan keyin bo'ldi, qiymat qabul qiladi. Lekin biz shu delimiterga boshqa qiymat qabul qilishimiz mumkin. Bu holat qachon uchraydi? Aytaylik, masalan biz biron bir off degan narsa bor. End of degani, end of file degani, ya'ni o'sha dokumentimizni ko'plab qatorlar orqali berishgan bo'lishimiz mumkin. Shunda Q orqali chiqib ketishlik mumkin yoki exit buyrugi orqali chiqib ketishlik mumkin. Shu holatlarda delimiterni default berib qo'yishligimiz mumkin. Hozir masalan bitta p ham yozib qo'yamiz. P ga aytamizki
chiqish uchun quv deymiz. Bos. Shunaqa deymiz. Tayinlov o'zgaruvchiga tayinlaylik. Masalan, text degan o'zgaruvchiga tayinlaylik o'shani. Mana holatda chiqish uchun quvni bos. Mana bunday bosib, enter deb bosyapman. Yana keyingi yozsam hello, keyin Python, keyin bash va hokazo xohlagan narsani yozib ketaversam tugamaydi. Shunda quvni bosaman, chiqib ketaman. Endi echo buyrug'i orqali men bemalol ko'rishligim mumkin. O'sha text o'zgaruvchimda mana shuncha narsa mavjud ekan unda. Ko'rib turibmiz. Bu ham kerakli parametr, option kerakli vaqtda foydalanishlik uchun. Keyingisi narsa, masalan, read ga o'zgaruvchi bermasak nima bo'ladi? Confu deylik masalan. Nima bo'ldi? Qayerga ketdi bu o'zgaruvchi? Bu shunaqa holatda bor, default holatda. Bu reply degan o'zgaruvchiga yozilib qo'yiladi. Bu read ga parametr bermagan holatimizda, o'zgaruvchi nomini bermagan holatimizda o'sha reply degan o'zgaruvchida saqlanib bo'ladi. Keyin read ni qaytarishlik holatlari bor. Juda muhim, eslab qolamiz. Read qachon 0 qaytaradi? Hammasi yaxshimi? Demak, read 0 qaytaradi. Qachon xato qaytaradi? Ya'ni read da qachon xatoga yo'l qo'yishligimiz mumkin? Bir necha holatlar bor. Birinchisi off bo'lsa, ya'ni EOF bo'lsa desak to'g'riroq bo'ladi. Ikkinchisi timeout bo'lsa, chunki timeout qo'yganmiz va kutish natijasi qiymat kiritilmadi. Shunda xato bo'ladi. Keyin noto'g'ri FD bo'lsa, ko'pchilik so'rashligi mumkin. Bu yerda noto'g'ri FD nima deb so'rashligi mumkin. Bu shunday holatki, kiruvchi qiymatni ko'pincha biz shunchaki nimadan o'qiymiz. Mana bu holat bo'ladi. Delik echo name age o'zgaruvchini berib, undan keyin biz pipe ishlatib, keyin read qilmoqchi bo'lsak-da, masalan name va age ni olsin. Bunda esa aytaylik name ga Bobur deylik. Bobur age ga masalan 20 yosh ishlatsak, endi echo bilan name ni tekshirsak bezab turibdi. Bu yerdagi xatoni tushuntirishga harakat qilaman.
Bu biz pipelining ishlash mexanizmini to'liq tushunmaganligimizdan yuz beradi. Bu ancha yuqori daraja advanced darajasi. Pipeline mana bu buyruq bilan mana bu buyruqni oqimdan oladi. Ko'pchilik o'ylaydi, dastlab mana buyruq tugab, keyin bu buyruq ishlab boshlaydi deb. Yo'q, ikkalasi parallel ishlaydi. Bu ikkalasi parallel ishlashlarini ta'minlash uchun Linux o'sha bash terminal bu ikkala buyruqni ham subshell darajasida ishga tushiradi. Men yozib qo'yaman. Subshell darajasida ishga tushiradi. Bu subshell darajasida bilamiz parent va child xususiyatlari bor. Va ikkalasi ham parallel ravishda ishlayveradi va qachonki birinchi mana bu EX buyruq ma'lum bir o'z uchun vaqtinchalik xotira yozib o'sha yerga mana buni yozgandan keyin bu read shu boyagini yozgandan uni olib ishni bajaradi. Parallel holatda ketadi bu narsa. Mana shu holatda hozir yana qayta tushuntirishim mumkin. Mana bu FD xatoligi paydo bo'ladi. Hozir o'sha xatolik paydo bo'lishini kuzatishni aytaylik. Masalan, read bu ichki buyruq bo'lganligi uchun mana bu ishlamaydi. E'tibor beringizlar. Masalan, ko'p holatlarda buyruqlarga mana buni ishlang, bu ishlamaydi. Ishladi. Bunga sababini tushuntiraman. Clear qilib buni sababini tushuntiradigan bo'lsa, bu yerda men default holatda masalan exit chiqib ketadigan bo'lsam, men chiqdim. Men default holatda zsh ishlataman. Zsh shell deylik. Mana shu zsh shell ishlataman. To'g'rirog'i ishlatmayman. Kompyuterim default holatda zsh shell beradi menga. Chunki men hali Linux operatsiya sistemasida ish olib boryapman. Lekin mana bu read buyrug'i bashniki. Va men zshellda turib help buyrug'ini bersam ishlamaydi. Yoki hash buyrug'ini bersam ham ishlamaydi. Nega? Ishladi-ku. Sabab men boya mana clear deb bersam ham endi ishlamaydi. Sabab men hozir boya aytganimdek zshda turibman, zsh shellda turibman to'g'rirog'i. Men endi uni bash degan buyruqni yozsam, u bash shellga o'tib olaman. Endi clear ishlaydi va boyagi buyruqlar ishlaydi. Ya'ni readni help parametri umumiy holatda ishlaydi. Bu bashnikida shuni bash shellning ichiga o'rnatilgan buyruq. Shu narsalarga e'tibor berishlik kerak. FD degani o'sha file descriptor degani standart inputdan o'qishda. Ya'ni biz pipe bilan ishlatishda muammoga yuz kelishimiz mumkin. Shuning uchun buni qanaqa ishlatamiz agar nima bo'ladigan bo'lsa, subshell darajasida ishlatmaslik uchun, parallel holatda ishlatmaslik uchun readga biz biron bir aytaylik name yoki age o'zgaruvchini bermoqchi bo'lsak, bu yo'naltiruvchilardan foydalanamiz. Echo desak ham bo'ladi yoki cheki string o'zini jo'natsak ham bo'ladi. Boya nima dedik? Bobur va 20 yosh dedikmi? Endi
echo name'ni tekshirsak Bobur chiqsa ishladi. Ana. Echo eshni tekshirsak 20 chiqishi kerak. Ushlandi. Demak, qachon xato holatlar chiqishi mumkinligini tushuntirdim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana savollar bo'lsa bemalol so'rashlaringiz mumkin.